Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli, barchalarga xayrli kech. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar? Tanijoniylar, sog'mi, omonmi? Musofirda yurgan akalarim, opalarim, singillarim, tengqurlarim, yaqinlarim, sizlarga ham assalomu alaykum. Allohim hamisha panohida bo'linglar. Allohim hamisha o'z panohida asrasin. Hurmatli YouTube ahli, mana yana 1,5 oy deganda sizlar bilan yana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali diydor ko'rishib turibmiz va benihoyat xursandman. Hurmatli YouTube ahli, imkon qadar asabiylashmaslikka harakat qilyapman. Imkon qadar sizlar bilan hozir ozgina suhbatlashamiz hamda shu it tindi, boshqalar tindi va hattoki qo'shnimi iti akillab tindi ro'za paytida sen kal tinmading degan sarlavha ostida sizlarga o'zimning ozgina gaplarimni aytib o'tmoqchiman. To'g'risi bugunga qadar har doim o'qib kelaman, lekin javob qaytara olmayotgandim. Bo'pti endi mayli, bo'pti endi insof berar. Yo'q. Ertalab kirmagan aql, ertalab kirmagan insof abiddan keyin kirmas ekan. Abiddan keyin ham kirmaydi degan gaplar shu kalga ekanda. Kal. Shu ro'za paytida judayam to'xtamading. Faqat shu to'xtamading demayman, to'xtashmading. Shu yoningdagi ayrim ig'vogarlar ertamanda saharlikda qilib olib to iftorlikgacha anaqa qilib chiqishding. G'iybat qilishding, jalabdi bolasi, jalabdi usi, jalabdi busi. Xuddi senlar sham ushab turganda anaqa qilishyapsan. Yana bir narsa. Shohjahon Jo'rayev, Zoirshoh Jo'rayev va Botir Haromi unaqa qilmaydi buni. Senlarni-chi? Shohjahon Jo'rayev tinga olami? Shu senlar maqtayotgan Zoirshohga vaqti bloger kerak emas deb o'ylayman ularga. Bo'lib ham sendaqa yalaqi xotinini sirini ko'chaga xotini bilan pastelda nima bog' yeb yurgan, pastelda nimalarini sirlarini aytadigan bitta yalaq bloger kerak emas deb o'ylayman. Yalaq. Erkaklik chesting yo'q seni. Bilasanmi? Yoningga bir ikkita haligi o'zingga o'xshagan bir alinaqalarni yig'ib olgansanda, ashlarni o'xlab qo'yasan. Senda erkaklik chestimi bo'lganda 7 yot begona ayolga sirlaringni, ya'ni pastelni anaqalaringni gapirmagan bo'larding. Meni xotinim ovozi chiqmaydi, chiqara olmaysan-da, menga qara. Sen buna qilib birovlarni g'iybat qilguncha sal borib o'stirib keyin chiqib qolsa kerak. Qo'pol qilib aytganda. Lekin deb Botir Qodirov haromi, ayasi jalab unga bergan. Sen qaydan bilasan sen? Sen abeddan keyin ham yo'q deysen. Yaqindan beri anaqa qilib qolding. Oxirigacha bilmaysan ham sen ularning istoriyasini. Unisi yolg'on informatsiya bersa, undan ikkita ilasan, bundan ikkita ilasan va gapirib chiqasan. O'zi aslida tagiga yetmaysan. Katta ketasan. 25-aprel kuni u bo'lib bu hech narsa kelmaydi qo'lingdan. Zoirshoh Jo'rayevga ham, Shohjahon Jo'rayevga ham hech kimmasan va kerakmasan. Sendaqa yalaqlarni bloger qilmaydi. Sendaqa yalaq blogerlar ularga kerak emas. Sen o'zingcha deb Telegramda ertalabdan boshlab kechgacha gaplashasan. Ukasi bo'lsa Umra safarida yuribdi akasi bilan, ya'ni Botir Qodirov bilan ukasi Zoirshoh Jo'rayev Umra safarlarida yurishibdi. Nima bo'lsa Zoirshoh hojida yuribdi Umra safarlarida. Shohjahon Jo'rayev bo'lsa konsert bilan ovora. Sen bilan gaplashib vaqti ham yo'q uni. Senga gapirib, mana qilay, senga kuni ham qolgan yo'q. Isqirt, it yalaq, kal. Amina Xayriya fondidagi rahmat. Sen deb jalab deysan, sen o'zing bir o'ningga, chapingga, orqangga bir qator qarab qo'y. Seni shaltag'ing yo'qmikin? Seni oilang tozamikin? Eshitdik ko'p narsalarni. Juda ham ko'p narsalarni eshitdik. Shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi.
qimirlamaydi. Esingdan chiqmasin shu gap. Gal. Yana sahallab turib olib, haromi, palonchini o'g'li, palonchini bolasi. Senga nima? Kim bo'lgan taqdirda ham sen kimsan ularning oilasiga aralashasan? Kimsan sen aralashasan? Yana nima deyapsan? Bittasi endi Botir Qodirovni chiqib aralashadigan bo'lsa ishiga men o'qib ishlasa qila olmaysan kal. Kal. Sen birovlarni bir narsa qilib yorguncha o'zingni uyini, o'zingni muhitini, ya'ni uyingdagi oilangni tinchligini birinchi o'rinda bir narsalar qilib yor. Xotiningni baqirtirishga yarab ol sen. Ko'chadagilarni baqirtirishni o'rniga sen xotiningni baqirtirishni anaqa qil. Tushunyapsan-a meni nima demoqchiligimni? Qizing, o'g'lingga salom aytib qo'y meni nomimdan. Tushundingmi? Sen u qilaman, bu hech narsa qila olmaysan. Alloh bor qilganda bandasi xor qila olmaydi. Hech qachon. Hech qachon qila olmaydi. Hozir men chidamay qoldim. To'g'risi, mazza qilib yotuvdim. Turs SMSdan kelib, nafaqat men, boshqa onaxonlar ham asabiylashyapti. Yana ayrim bir andijonlik opalariga tegishli gapda. Kim bo'lganinglar taqdirda ham, kim bo'lsanglar ham, opalarim, kim bo'lsanglar ham, Andijon onasizlar sizlar. Andijonimiz, jonajonimiz. Biz bilamiz, ey. Esinglardan chiqmasin. Biz qonimiz ham, jonimiz ham bir. Andijonlik opalarim Botir Qodirovni qaytdagi lo'lilar yomonlasa, lo'li desam to'g'ri tushuninglar. Qaytdagi Samarqandda jo'gisi dedi uni. Samarqandda jo'gi degani lo'li degani. Qaytdagi yevreymi yomonlasa, sizlar ham qo'shilishib tasdiqlayapsizlar. Opalar bo'ldi-da, qo'ysanglarchi. Tek qo'yinglar. Miyasini zaharlamanglar. Ular uchalasi baribir Sulton Suvagidan to'maydi. Mayli, vaqtiki kelib ular xudo xolasa yarashadi. O'zinglar uyalib olasizlar. Vaqtiki kelib ota-onani boylab qo'ymagan. Mana ota-onamizni hech qachon bu dunyoga boylab bermagan. Otamiz o'tdi, onamiz ham o'tadi. Bir kun emas bir kun baribir akamiding, ukamiding deb Sulton Suvagidan va tirnoq bilan etni ajratib bo'lmaydi deganda sen ming ajrataman de kal. Rahmat. Yalaq. Ming urushtiraman deyish oradagi ichkaridagi qanjiqlar ayrimlaring ming urushtiraman deyishga baribir ham Sulton Suvagidan to'maydi. Hozir anaqa qilayotgandir, yoshlik qilayotgandir, lekin payti keladi, baribir ham bir kun emas bir kun yarashadi va uchalasi necha yilligi bo'lsa ham konsert berishadi. Hammani niyati shu. Men shaxsan Zorishohni ham eshitaman, Shohjahon Jo'rayevni ham eshitaman va Botir Qodirovni ham albatta eshitaman. Uchalasi menga birdek. Lekin senlar o'rtaga rahna solishyapsan. Bo'lib ham endi tinchsa ham yo'q, bum deb bomba tashab ajab bo'lsa deb o'tirishibsan. Ayniqsa kar, sen miyasini zaharlayapsan obunachilaringni. Ayrim obunachilaringni miyasini zaharlayapsan. Ayrim obunachilaringni miyasini sen zaharlayapsan kal. Yana Alloh xudo deb kecha nima deding? Payshanba, istixora aytamiz, u aytamiz, bu aytamiz deb turib, men seni so'ksam, prosta men ommaga ovozingni chiqarmayapman. Men so'kmadim, men senga chiroyli gapirsam, uni payti kelsa kimlardir qo'yib beradi. Zapisni efir qilishganda kimlardir qo'yib berishadi. Men hozir qo'yib bera olmayman. Va Botir Qodirov yaxshi qo'shiq aytadi. Botir Qodirov ham desam, bor tegib ol deyapti bitta isqirt. Kimligini bilmay qoldim, bitta isqirt. Bor tegib ol deyapti desa, tegib olardim agar men olganda deb prikol tashlasam, ana kal meni yoshligimni gapiray. Ana yoshligida pol isqirt kulmagin kulo kelar. Qizing ham katta bo'lyapti, seni qizing ham katta bo'lyapti, ko'ryapmiz, eshityapmiz. Yaxshi ko'rgani bilan nimalar qilganini o'zing aytib beribsan, eshityapmiz. Juda yaxshi. Qo'y, tilimni qichitma meni. Bu tilni suvagi yo'q, vapillab o'ramiz. Даже qo'shnimi iti ham tasdiqlayapti, haqiqatan deyapti. Biz tindik ro'za paytida deyapti, ro'zani hurmati deyapti. Ular tinmadi deyapti. Chunki ular
musulmonlik dinini niqob qilib olgan yevrey sifatlarida, yevreylarda shuning uchun. Hozircha shunaqa gaplarim, ertaga yana chiqadi, indinga yana chiqadi, gapiraveraman. Shohjahonda, Botir Qodirovda gaz berma, qo'yib qo'y o'rniga. O'zlarini aqli bor, o'zlarini farosati bor, o'zlari biladi. Hozircha shunaqa gaplarim, hurmatli YouTube ahli, to'g'ri tushuninglar. Juda ham achchig'im kelyapti, lekin so'kinmayman deb ayrim apalarimga va'da berganim uchun men so'kinmaslikka qaror qildim. Hozircha shunaqa gaplarim. Ertangi efirlarda sog' salomatlikda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmat bilan Irosha aholisi ostidagi Nilufar Siddiqova, Nilufar Tashkentskiy. Yaxshi ko'raman seni ham. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.